Shahrisabz tumanida 4,5 trillionlik umumiy bizda loyihalar amalga oshirilayotgan bo'lsa, qishloq joylarini rivojlantirish davlat dasturi bo'yicha 5 ta mahallamizda 132 milliard so'mlik Islom taraqqiyot bankining mablag'i hisobiga infratuzilmalar yangilanmoqda. Bundan tashqari ijtimoiy soha obyektlari yangilanmoqda. Bu mahallalarimizda sanoatni, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligiga bu katta turtki beradi. Bundan tashqari oxirgi vaqtlarda Shahrisabz tumani tog'li hududlarda, daryolarda gidroelektr stansiyalar qurilish jadallik bilan rivojlanyapti. Hozir bizlarda 6 ta gidroelektr stansiyasi 83,6 million dollarlik loyihalar bu yil yakunlanadi. Bunda Yaponiya loyihasi asosida Xitoy kompaniyalari, Angliya kompaniyalari birgalikda loyihalar amalga oshirilyapti. Bu yilgi bizda endi yangi loyiha bu Malayziyani kompaniyasi bilan birgalikda tog'li hududlarimizda 30 million dollarlik GESlar qurilishini to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlikka imtiyozlar berilish bo'yicha kelishib olindi. Shuningdek, 106 ta 1.16 trillion so'mlik tadbirkorlik loyihalari yil davomida ishga tushirilishi ko'zda tutilgan. Katta loyihalarimiz bilan bir vaqtda qishloq joylarimizdagi kichik loyihalardan tortib, qishloq xo'jalik loyihalarimiz, ayni aholi dehqon xo'jaliklari, tomorqa yer maydonlaridan foydalanish va tartibli tashkillashtirilgan migratsiyagacha bo'lgan barcha jarayonlarda har bir aholimizni ish bilan ta'minlashda reja qilib olganmiz.